Damasimiz tayyor oldu. Bu damasi cho'l poli shumizatsiyaga olib qo'yganmiz. Cho'llarimiz trenddagi dizayndan palma dizayn qilib, cho'tki holatda tayyorlab berdik. Bokovoy podeshkalargacha qo'yib, qora strochkalarda bo'ldi. Malibu ballarni qo'yib berdik. Richaylarni ustunovka qilib, besprovodnoy zaryadkalargacha ishlatib berganmiz. Polilarimiz ham trenddagi cho'tki polidan tayyor oldi. Oyoq izlarini bilintirmaydi. Apshipkalarimiz nima deyapti akalar? Miyahki apshipkalarimiz ham cho'tki holatda tayyor oldi. Xohlasa mana cho'llarimizni o'rta qismlarini ko'rishingiz mumkin. Daji orqalarigacha birga bir bokovoy podeshkalari orqalarigacha qo'yilgan, sodda bo'lib qolmagan. Pataloylarimiz ham mana trenddagi dizaynimizdan qilib berdik. Glansiy liniyalar tortib, xudo xolasa mana go'zal holatda tayyor oldi. Daji kazero oldi stoykalarigacha tushgan. Xudo xolasa shumizatsiyalarimiz ham cho'tki holatda tayyor bo'lgan. Mana eshik ochilib yopilishlari. Kimga shunaqa sifatli cho'l poli xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qila olasizlar. 1 yil garantiyalari bilan cho'tki holatda bitirib beramiz. Buni har xil rasvetkalari bor. Akalar bemalol tortinmay kela olasizlar.